Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurflangan daraxt. Bu yerlar biram baqavoki. O'rmonda sayr qilsam, 1000 yilga yoshargandek bo'laman. Bu halqalar nimani anglatadi? Bu daraxtni umrini ko'rsatadi. Har bir halqa 1 yilga tengdir. Juda zo'r-ku. Unday bo'lsa bu daraxt sizdan ham ulug' bo'lgan ekanda. Unchalik emas. Bu yerga yaxshilab qara. Bu halqa ota Smurf sendek paytida hosil bo'lgan. Smurflar-ku. Baxtimdan aylanay. Ko'zlarimga ishonmayman. Oxiri baxayr bo'lsin. Jim ortimdan yur. Qoyil, bu daraxtlar juda qari bo'lgan bo'lsa kerak. Tasavvur qilgina, Azim chinor daraxti gapirganida ko'p narsalarni so'zlab bergan bo'lardi. Tili bo'lganda hozir noxushlik bo'lishini gapirgan bo'lardi. Kichkintoylar, bu yerga qochinglar. Qo'limga tushding-ku. Har galgidek. Shoshilinglar. Juda maroqli sayr bo'ldi. Yana omadim kelmadi. Qariyani gaplarida jon bor. Agar qari chinorni tili bo'lganida Smurflar qishlog'i qayerdaligini daraxtni gapirtirsa bo'lar ekanmi? Albatta, buni yo'li bor. Ona tabiat, bemahalda bezovta qilganim uchun ma'zur tutasiz. Hech qisi yo'q. O'zim ham sayrga chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Hech qachon ketmasa kerak deb o'ylagandim. Menga kerakli modda shu yerda bor. Hayratlanarli. To'g'ri. Shu yashil modda aynan kerakli narsa. Ko'ryapsanmi? Bu o'simliklarni yashnatuvchi unsur. Uni damlamaga qo'ysam, daraxt bulbulday sayray boshlaydi. Biram xushmanzara tong otyapti-ki, shunday emas? Sayrga chiqish uchun juda yaxshi kun bo'ladi. Landavor, sayr qilib kela qolaylik. Igna bargli daraxtlarni mevalarini terib kelamiz. Bajonidil. Nat, yuqoriga ko'taral. Maza qilib arg'imchoq uchamiz. Ilojim yo'q. Buamlar bilan o'rmonga borib g'umbaklar terib kelishimiz kerak. Buva, meni kutib turinglar. Aql bovar qilmaydi. Nima bu? Bu g'umbak teruvchi moslama. O'zim o'ylab topdim. Qalay? Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan? Endi bu qari chinor gapiradigan bo'ladi. Voy, qayerdaman? Ish berdimi? Albatta. Jim o'tirmay qari to'nka gapir. Smurflar qishlog'ini qayerdan topishim mumkin? Gapira qol. Haligi bilmayman, men gapiryapmanmi? Ishongim kelmayapti. Seni men gapiradigan qildim. Endi esa gapir. Men chindan ham ularning qishlog'ini qayerdaligini bilmayman. Ular meni oldimga kelishadi. Toqatim toq bo'ldi. Menga rostini gapir. Qani bo'l. Menga do'q-popsa qilyapsanmi? Jim bo'lmasang chopib tashlayman. Shunaqami? Hozir shoxlarimga tushsang, majog'lab tashlayman. Aql bovar qilmaydi. Shilqim, qochdik bu yerdan. Qani to'xta, hozir ezib tashlayman. To'xta. Men yuryapmanmi? Raqsga ham tusha olaman. Men ozodman, ozod. Menimcha daraxt tanlashda yanglishganga o'xshaymiz. Qaysidir daraxt baribir Smurflarni qayerdaligini bilish kerak-ku. Buni tagiga baribir yetaman. Butun o'rmonga damlama purkab chiqaman. Voy, yetib keldikmi?
Albatta bu yil g'umbaklar juda ko'p bo'lishi kerak. Biroz sekinroq yuringlar. Voy. Buva, qarang, chinor g'oyib bo'libdi. Buyuk smurflar. Qiziq, turib yurib ketishi mumkin emas-ku. Umrimda bunday g'alati izlarni ko'rmaganman. Ular qayerga olib borishini aniqlashimiz kerak. Tezroq harakat qil, shilqim. Bundan tez harakatlana olmayman. To'xtamasdan aylantir. O'rmonning har bir qarichigacha yetib borish kerak. Mana yana ignalar. Ushla. Ushladim Smurfetta. Bu ignalar unchalik chiroyli emas ekan. Boshqa yerdan qidirib ko'ramiz. Kim bu bezorilik qilayotgan? Ertalabdan beri ignalarimni olasizlar. Senga ignali barglar nega kerak? Qani ustimdan tush. Smurfetta, nimalar bo'lyapti? Ko'zimdan yo'qolinglar. Landavor, tezroq qishloqqa qochdik. Smurf ajoyib org'imchoq bo'ldi. Chaqmoq, biz ham uchaylik. Galimiz keldi-ku. Bu yashil chang nima bo'ldi? Shoxlarimda kim bezorilik qilyapti? Tavba, daraxtning yuzi paydo bo'ldimi? Shoxlarimdan pastga tushinglar. Uychamizni vayron qilib yubording-ku. Gapimni eshitmadinglarmi? Ay! Juda jahldor daraxt ekanmi? Aql bovar qilmaydi. Bu buyuk chinor-ku. Salom smurflar. Gapiryaptimi? Qanday qilib? Odam tufayli shunday bo'lib qoldim. Qanday odam? Judayam jirkanch ekan. Sizlarni qidirib yurgandi. Gargamel. Sizlarni uchratganim yaxshi bo'ldi. Sayohat qilishim uchun do'stlar kerak. Iltimos Chinor, seni o'z joyingga qaytishing kerak. Seni joying o'sha yerda. To'g'ri gapirdi. Hammani o'z o'rni bor. Menga ozod bo'lish yoqib qoldi. Xohlagan yerimga borishim mumkin. Ovozim ham menga juda yoqyapti. Qanday ajoyib! Barcha daraxtlarning ovozi bor ekan. Ildizingizni yerdan chiqaringlar, yo'lga tushamiz. Juda ko'p yerlarni ko'rishimiz kerak. Ortimdan yura qolinglar. Bu dahshatni o'zginasi. Qishloqqa borib qolganlarni ogohlantirishimiz kerak. Ko'zlarimga ishonmayman. Hamma daraxtlar ketib qolishdi. Daraxtlarsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Smurfetta, xavotirlanma, senga o'zim yordam beraman. Gargamel! O'ylaganimdan ham a'lo bo'libdi. Daraxtlarsiz berkinadigan yeringiz qolmadi-ku, a? Biroz salqin yerda dam olsak yaxshi bo'lardi. Buva, kimdir yaqinlashib kelyapti. Kuchukcha, toshni ortiga berkin. Shilqim, ularni qanday pishirsam ekan? O'choqdami yo qo'radami, a? Ko'zada pishirilgan smurflarga nima deysan? Yo'q, endi nima qilamiz? Buyuk chinor daraxtini topishimiz kerak. Birgina najotimiz shu. Bechora tomirlarim charchadi. Balki biroz to'xtab dam olarmiz. Tol, yig'lashni bas qil. O'zimga ham dam olish foydali bo'lardi. Tushundingmi? Buyuk chinor daraxt, to'xtab tur. Smurflar xavf ostida, bizga yordam berishing kerak. Nega endi? Bizga qanday yaxshilik qilgansizlar? Faqat ignalarimizni yulgansizlar. Mevalarimizni yegansizlar. Shoxlarimizni kesasizlar. Ming afsus, endi bizni o'z taqdirimiz bor. Agar men bo'lmaganimda umuman yashamagan bo'larding. Nimalar deb valdiryapsan? Seni o'z qo'llarim bilan ekkanman, yaramas. Sen buni bilmagan ekanman. Birgina seni emas, juda ko'p daraxtlarni ekib parvarish qilganman. Biz sizlarni yaxshi ko'rib parvarishlaganmiz. Endi bizlarga sizning yordamingiz kerak. Biz nima ham qila olardik?
Ahmoq, nimalar qilib qo'yding? Bu meni sevimli o'rindig'im edi-ku. O'zingiz olov yoqib tur. Smurflardan ovqat qilamiz dedingiz-ku. O'tinsiz qanday olov yoqish mumkin? Hech qisi yo'q. Uzoq kutilgan taom uchun o'rindiqdan kechsa bo'ladi. Xo'sh, gazakka kim tortiladi? Kichkintoy juda mazali bo'lsa kerak-a? Shundan boshlay qolaman. Gargamel! Bu yana kim bo'ldi? Yaxshisi bilmaganingiz ma'qul. Smurflarni qo'yib yubor, aks holda yomon bo'ladi. Tezda hamma tirqishlarni ber ket. Yo'q. Daraxtlarga shon-sharaflar bo'lsin. Bizni ozod qildinglar. Kuni bilan yurib, charchab ketdim. Oldingidek yosh emasmiz. Bundan xavotir olmanglar do'stlarim. Agar ildizingiz yer ostida bo'lmasa, ozuqasiz qolasizlar. Agar o'z joyingizga qaytmasangiz, nobud bo'lasizlar. Tezroq ortga! Bu daraxtlar ortga qaytishgan bo'lsa ham, ildizlarni qayta yer ostiga kirgiza olmayaptilar. Xayriyatki bizni topibsizlar. Bechora daraxtlarim qurib qola yozishibdi. Ularni asliga qaytarishim kerak. Yana oldingidek ovozsiz bo'lib qolarkanmizda. Ming afsuski, shunday qilmasam bo'lmaydi. Buva Smurf, gaping rost ekan. O'z uying o'lan to'shaging ekan. Meni tez-tez ziyorat qilib turinglar. Ko'rib xursand bo'laman. Iltimos kelinglar. Biroz achinarli, lekin hamma narsa o'z o'rnida bo'lishi kerak. Birgina narsaga aminmanki, daraxtlar bizdek sodiq do'stlari borligidan xursand bo'lsalar kerak. Ayniqsa mendek bilag'on va aqlli. Voy! Kim yong'oq otyapti? Kim? O'zimni kulgidan to'xtata olmayapman. Qush sababli muammo. Smurf mevali butalar smurflarni albatta o'ziga jalb qiladi. Shundaymi, bezbet? Shunda super qopqonlarim ishga tushib, ularni ovlaydi. Bu safar albatta qo'limga tushadilar, bezbet? Gargamel, ularni mazali ekanligini qayerdan bilasiz? Ularni hech qachon yeb ko'rmagansiz-ku. Yemasam ham mazali ekanligini bilaman, shilqim. O'zing yaxshisi o'qi. O'qishni qoyil qilaman. Menga faqat tajriba yetishmayapti. Afsun aytsam, kifoya piyoz o'sib chiqaveradi. Yig'lashni bas qil. Kitobni menga ber. Bu yerda smurf mevali butalar o'sishi kerak, piyozlar emas. Alkazu, alkanay, piyozu, dafanay. Piyozlar yo'qolib, daf bo'linglar. Gargamel, afsunga gap yo'q. Yolg'on gapirsam til tortmay o'lay. Mendek mohir afsungar bu dunyoda yo'q, bilding? To'xtanglar, meni chiqarib yuboringlar. Smurflar xohlagan paytda paydo bo'lishlari mumkin. Kuchukvoy, sen bilan sayrga chiqsam mazza qilaman. Nimani isin olding? Nima ekan? Biror mazali narsami? Smurf muvali butaku. Bir tamada qilib olamizmi? Hozir birinchi smurf qo'lga tushadi. Bu Gargamel, berkin. Tushlikka totli yegulik yeydigan bo'ldim. Tushlikka totli yegulik. To'g'rirog'i qovurilgan jo'ja. Qush yeyishni xohlamayman. Smurflarni yegim kelyapti. Qani daf bo'l, kisht. Afsus, tushlikka qush ham teshib chiqmasdi. Bechora qushcha qanoting lat yebdi. Qanoting lat yebdi. Kuchukvoy, menimcha gapiradigan qushni uchratib qoldik. Do'stlarim, qaranglar, nima topib oldim. Do'stlarim, qaranglar, nima topib oldim. Voy tavba, gapirarkanmi? Buni qayerdan topding? Nima gapirsang qaytararkan?
Nima gapirsang qaytararkan. Bu qush meni Gargamelni tuzog'idan qutqarib qoldi. Unga g'amxo'rlik qilmoqchiman. Nima deysiz, ota Smurf? Avvaliga qanotini davolashimiz lozim. Davolashimiz lozim. Biroz vaqtdan so'ng qanoti aslidek bo'ladi. Rahmat, ota Smurf. Rahmat, ota Smurf. Arzimaydi. Salom, Landavor. Qushingni yaqinroq bir ko'ray. Qushingni yaqinroq bir ko'ray. Bilag'on, menimcha u seni yaqinroq ko'rmoqchi. Bo'lishi mumkin. Menimcha oldin aqlli jonzotlarni ko'rmagan bo'lsa kerak. Ko'rmagan bo'lsa kerak. Bu qushcha har bir dono so'zimni qaytarishi mumkin. Bu qolganlarga maktab bo'lishi ham mumkin. Qoyil. Shu yetmay turuvdi. Shu yetmay turuvdi. Qo'rqmas, barini eshitdim. Balki kimdir mazali pishiriq yemoqchidir. Albatta. Albatta. Menimcha juda ham shirin bo'lib ketibdi. Menimcha juda ham shirin bo'lib ketibdi. Yoqmasa yemanglar, o'zim yeyman, xo'pmi? Juda soz. Bilag'on, seni deb shirin kulchasiz qoldik endi. Bilasizmi, ota Smurf, rassomning yangi ko'rgazmasi shundayki, bu yorqin ranglar nimani anglatarkin, a? Bu ranglarni nimaligini men ham tushunmadim. Yo xudo, siz Smurflar zamonaviy san'atni tushunmaysizlar. Kichkintoy bundan yaxshiroq chiza oladi. Unday bo'lsa kichkintoyni ko'rgazmasiga bora qolinglar. Men ishimni tugatdim. Buqalar jangga. Qo'rqmas, shunday kuchliki. Bu masxarabozlik qachon tugar ekan? Sen aytding. Yo'q, men aytmadim. Men aytmadim. O'zing boshlading. Seni deb bo'ldi. Ota Smurf nima bo'lyapti? Menimcha, Smurflar o'zaro nizolashyaptilar. Smurflar o'zaro nizolashyaptilar. Landavor, menimcha qushning o'rmonga qaytadigan vaqt kelganga o'xshaydi. Uni kuzatib qo'ysang yaxshi bo'lardi. Ota Smurf, usiz hayot zerikarli bo'ladi. Bunday bo'lmasligiga ishonaman. Bunday bo'lmasligiga ishonaman. Yaxshi, ota Smurf, biz ketyapmiz. Xayriyat, bu qushni deb ko'plab muammolar yuzaga kelyapti. Qani qushchi, ko'raylikchi. Endi uchishing mumkin. Endi uchishing mumkin. Bilag'on, qara, uchyapti. Menimcha uyiga uchib ketdi. Usiz zerikib qoladigan bo'ldim-da. La'nati, kun bo'yi shu yerda o'tiribman. Bitta ham Smurfni tutmadim. Bechora qornim guldirab ketdi. Bechora men, o'sayotgan organizmga ko'p ovqat kerak. O'qish uchun qornim to'q bo'lishi lozim. Ming'illamay. Sabrning tagi oltin deyshadi-ku axir. Kichkina Smurf qorinni to'yg'azarmidi? Menga o'rdakka o'xshagan yog'liroq ovqat kerak. Afsun, juda oson ekan. Qurbaqa, qimirlama, qimirlama. Jirkanch bo'lma. O'rdak bo'l. Jirkanch bo'lma, o'rdak bo'l. Gargamel, afsunim o'xshadi. Baqani o'rdakka aylantirdim. To'xta, o'rdak ortingga qayt. To'xta! Bilag'on, shovqinni eshitdingmi? Endi hamma yer tinch va osuda bo'lish kerak. Qush uchib ketdi. Tushundingmi? Jirkanch bo'lma, o'rdak bo'l. Xo'sh. Quruq qo'l bilan qaytdinglarmi, a? Tutib olishimizga sal qolgandi. O'rdaklar, qo'lga tushdinglarmi? Ko'rdingizmi, tushlikka o'rdak sho'rva ichamiz. Ularni ko'zimdan yo'qot. O'rdak patiga allergiyam bor. Darhol ko'zimdan yo'qot. Nafasim qaytib ketyapti. Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi deyishadi. Jirkanch bo'lma, o'rdak bo'l. Voy, axir bu Landavorni qushi-ku. Jirkanch bo'lma, o'rdak bo'l.
O'rdak patlari bo'lmasa juda soz bo'lar edi. Axir, voy, Gargamel, xavotirlamang, patlarni o'zim tozalayman. Buni qarang, o'rdaklar ko'payib ketishibdi-ku. Biram omadli kun bo'ldi. Otasmur, g'alati voqealar bo'lyapti. Landavorning qushi hammani o'rdakka aylantiryapti. Ana, Otasmur, Jirkanch bo'lma, o'rdak bo'l. buyuk smurflar, bu jiddiy tus olyapti-ku. Qush qandaydir afsunni qaytaryapti. Zudlik bilan unga chora izlashim kerak. o'rdaklar jonga tegdi. Burnim achishib ketyapti. Bo'ldi qil. Nega xursand bo'lmayapsiz? O'rdaklarni g'amlab oldim. Mana yana ko'plab kitoblar olib keldim. Qo'rqmas, rahmat, menimcha chorasini topganga o'xshayman. Smurf edim, smurf bo'laman. O'rdak bo'lmayman, aslimga qaytaman. Smurf edim, smurf bo'laman. O'rdak bo'lmayman, aslimga qaytaman. O'rdak sho'rva emas deb umid qilaman. Xayriyat, tayyor bo'lay deb qoldi. Bu o'rdaklar tez orada sho'rvaga tushadilar. Buyuk smurflar haqqi. Gargamel hamma smurflarni tutib olibdi. To'g'rirog'i hamma o'rdaklarni. Yuring, ota smurf, dodini beramiz. Shoshma. Smurflar? Ko'rdingmi, shilqim, tushlikka smurflarni yeymiz degandim-ku. Ularni o'zingiz yeya qoling. Men o'rdaklarni yeyman. O'rdaklaring boshingda qolsin. Ko'zimdan yo'qot ularni. Daf bo'llaring, yo'qollaring. Kesht. Smurf edim, smurf bo'laman. O'rdak bo'lmayman, aslimga qaytaman. Nima? Bular aslida smurflarmidi? Kichkintoy o'rdaklarim, yog'ay smurfchalarim, qochinglar. Shilqim, otlardan yugur, qochishlarga O'zingiz yo'l qo'yib qo'yma. yubordingiz-ku, endi o'zingiz ushlang. La'natlar. O'z qo'llarim bilan qo'yib yuborganimga ishona olmayapman. O'zimni kechira olmayman. Qo'limga tushgan edi-ya. Men noshud, notavonman. Katta afsungar yig'lashga qarab tura olmayman. Smurflarga la'natlar bo'lsin. O'quvchimga ham, bezbetni ham yomon ko'raman. Otasmur, smurf bo'lish qanday yaxshi. Sal bo'lmasa, o'rdak sho'rvaga aylanib qolgan bo'lardik. Qara. Eslatma. Oz qoldi. Menimcha bundan o'zingizga xulosa chiqarishingiz kerak. Bilaman. Bir gapni ikkinchi marta qaytarmaslik kerak. Gapingga qo'shilaman, Gapingga qo'shilaman, Smurfetta. Xayr, qushcha, yana ko'rishamiz degan umiddaman. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy, bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurf vazifa. Bunaqa havoda hatto yomon xo'jayin mushugini haydamaydi. Dahshat! Qo'rqinchli tunda bir o'zim uxlagim kelmayapti. Ha, to'g'ri, ota Smurfsiz juda qo'rqinchli. Balki uning yoniga borarmiz. Yaxshi fikr. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Qanday dahshat! Uxlashga harakat qilish kerak.
Ota Smurf qarshi bo'lmasa kerak. Dangasa? Ota Smurf, bugun siz bilan uxlasam maylimi? Kiraver, senga o'xshaganlar juda ko'p. Salom dangasa. Hammangiz qo'rqayotgan bo'lsangiz, qo'rquvni quvnoq hodisaga aylantiramiz. Qulayroq o'tirib oling, sizlarga Smurf voqeani so'zlab beraman. Zo'r! Yotog'ingiz yonida g'aroyib bir ruh berkinib olgan. G'aroyib, dahshat. Shu payt kimdir eshikni taqillatibdi. Iya, Kim u? Tezroq berkiling. Tezroq bo'ling. Arvoh! kim bo'lishi mumkin? Ochmang, ota Smurf. Xudoyim, bu sizmisiz? Balki uyga kiritarsan, tashqarida jala quyyapti. Qishlog'imizni bolalik chog'imda tark etgandingiz-ku. Juda aqlli Smurf bolakay eding. Voyaga yetib, ota bo'lganingdan sira hayron qolmadim. Juda g'alatimi? Unga bir qara. Soqolini qara. Kim u? Ular mendan oldin ota Smurf bo'lganlar. Zo'r-ku, ikkita ota, qoyil. Meni ota Smurf deb chaqirishganiga ancha bo'lgan. Yaxshisi, bobo Smurf deb chaqira qoling. Bobojon. Uni siz uchun isitdim, bobojon. Xushbo'y Smurf mevalar. Ularni yemaganimga 500 yil bo'libdi. Bobojon, tayoqchalarni qayerdan oldingiz? Yulis yurtlaridan kichkintoy Janetta. Qayerlarda bo'ldingiz? Ko'p yurtlarda bo'ldim. Agar dahshatli dovul kemamizni kimsasiz orolga uloqtirmaganida, qishloqqa 500 yil avval qaytgan bo'lardim. Nega ketgandingiz o'zi? Shunchaki ketishim kerak edi. Qandaydir muhim vazifangiz bor edi, shundaymi, bobojon? Uzoq yo'l yurib, juda toliqdim. Men uchun ortiqcha to'shak topiladimi? Dam olib olay. Yo'q, bobojon, mening o'rnimda uxlaysiz. Smurflar, uxlash vaqti bo'ldi. Bobojonga hali savollarim ko'p. Keyinroq so'rayverasan. Haqiqatdan ham shunday bo'lgan edi. Shuncha yillar davomida sayohat qilish ajoyib bo'lsa kerak-a? Bobojon eng baxtli Smurf ekan. Bilmadim. Bobojon negadir g'amgin ko'rindi. Qanday topshiriq bilan ketganini eslay olasizmi, ota Smurf? Yo'q, bu haqida uning o'zidan eshitganingiz ma'qul. Bunaqa tiniqib uxlamaganimga 300 yil bo'lgandir. Ishonchim komil, u mendan vazifam haqida so'ramoqchi. Nima qilsam ekan? Nima? Bobo, uyg'ondingizmi? Smurf 1, Smurf 2, Smurf 1, Smurf 2. Salom ota Smurf, ishlar qalay? Badan tarbiya qilyapsizmi? Yugurish oldidan chigalyozli mashqlar. Qolganlar uyg'onmasdan gaplashib olamizmi deb o'ylagan edim. Bemalol. Yugurib gaplashaveramiz. Yetib olsang albatta. Urinib ko'raman. Shu yoshda ham tinchimaydi-ya. Qoyil, juda tez yuguryapti. Agar boboni bilmaganimda mendan qochyapti deb o'ylagan bo'lardim. Mana u. Bobojon, ahvolingiz yaxshimi? Ota Smurf, shunchaki boshqa ko'ra olmaydigan manzarani to'yib tomosha qilyapman. Uni hali ko'p yillar tomosha qilasiz. Qani edi, shunday bo'lsa. Nimadir bo'ldimi? Nega unday deyapsan? Bu vazifangiz bilan bog'liqmi? Qo'y ota Smurf, hech kimni muammoga qo'ymoqchi emasman. Yaqin Smurfga yordam berish muammo keltirmaydi. Ana, tayyor bo'ldi bezbet.
Smurflar uchun 1702 raqamli tuzoq. Tez orada yaramaslar uchun xavfsiz joy qolmaydi, bezbet. Yaramas mushuk. Bunday qila ko'rma. Ortimdan yur. Qopqonlar qayerga qo'yilganini bilaman. Voy! Smurflarni yomon ko'raman. Mana buni esa ilonlar o'rgatuvchi Smurflar vodiysida o'rganganman. G'aroyib. Buni qanday qildingiz? Hammasi mahoratga bog'liq. Bobojon, qarang, nima keltirdim. Bilag'on o'gitlarni to'liq to'plama, siz uchun. Bilag'on, bobojon hali qishlog'imizni aylanib chiqmadilar-ku. Haya, o'zim aylantirib chiqaman. Ziqnani uyi, musiqachiniki. U yerda nima qurilyapti? Haligi buni bilmayman. Sizning uyingiz, bobojon. Meniki? Sizga sovg'alar olib keldik. Mendan gullar, tikuvchidan pardalar, fermerdan mevalar. Azizlarim, ovora bo'libsiz-da. Kichkintoyni ham sovg'asi bor ekan. Kichkintoy juda iste'dodli. Kelajakda Smurflarning yangi avlodiga rahbarlik qiladi degan umiddamiz. Haqiqatni bilmaysiz-da. Ortiq jim yura olmayman, ammo ularga qanday qilib aytaman? Qanday? Voy! Muvaffaqiyatning yoqimli ovozi. Yordam bering, yordam beringlar. Senga o'zim yordam beraman. Juda g'alati Smurf ekansan-ku. Meni tezroq xalos et. Kimligimni bilmaysanmi, a? Yo'q, bilmayman. Gargamel ismi senga tanish emasmi? Yo'q, kimsan? Men Smurflarning yaqin do'stiman, mehribon, g'amxo'r do'stim. Yaxshi, qopqonni sen qo'ygansan deb o'ylabman. Men? Yo'q, aslo. Dahshat. Bu yaramas, yovuz afsungarning ishi. Tezroq uyimga bora qolaylik. Yana afsungar kelib qolmasin. Uyingga olib kelganing uchun rahmat, Gargamel. Xursandman. Bu yer juda shinam, qulay. Juda xushbo'y ekan. Faqat bitta ziravorni qo'shish qoldi xolos. Qanaqa? Seni. Qo'yib yubor meni. Qiziq, qariya Smurfning ta'mi qanday bo'larkin? Quruq chandir bo'lmasang kerak. Tezroq, bobojon, Gargamel do'stimiz emas. Yana? Hozir tutib olaman. Ortimdan yuguring. Yaqinlashib qoldi. Yaxshiyam ulgurding. Sizdan xavotir olgandim, bobojon. Muammoingiz haqida aytib bering. Mayli, aytaman, lekin bu senga yoqmasligi aniq. Qanaqa muammo o'zi, bobojon? Muammo shundaki, Smurflar xavf ostida. Bu bilan nima demoqchisiz? Qishloqni 500 yil muqaddam tark etgandim. Mangulik toshi yoniga ketgandim. Mangulik toshi? Nima bu? Bu bizning bebaho boyligimiz. Smurflarning hayot quvvati. Tosh 4 ta sehrli unsurlardan iborat. Yer, olov, suv va shamoldan tarkib topgan. U qishloq ostiga ko'milgan temir sandiqchada saqlanadi. Har 1000 yilda toshni sehrli 4 unsurlar bilan boyitib turish lozim. Yo'qsa tosh quvvati tugab, Smurflar halok bo'lishadi. Hammasi mana shu. Qanday dahshat. Ularni turli joylarga yashirgandim, lekin oxirgi marta uni topa olmadim. Qancha vaqtimiz bor? Ertangi quyosh botishigacha. Quyosh botishi bilan Smurflar g'oyib bo'lishadi. Dahshat. Qani edi oldinroq qayta olganimda. Balki toshni yangilay olarmiz, ha?
Vaqtimiz yo'q. Unsurlar juda olisda, dunyoning to'rt tomonida. Bebaho xazinadan mahrum bo'ldik deb qo'rqaman. Taslim bo'lmaymiz. Bu xazina biz uchun qadrli. Xazina? Do'stim Omnibus vaqtni tejashimizga yordam beradi deb o'ylayman. Iloji bormikan? Urinib ko'rishimiz zarur. Hozir qishloqqa qaytamiz. Demak, ular xazina qidirib ketishayotgan ekanda. Bu hayotimdagi so'nggi ish bo'lsa-da, xazinani albatta topaman. Ha, voy! Smurflarni yomon ko'raman. Tinchlaning mening mit smurflarim. 500 yil muqaddam bobo smurf muhim vazifani ado etish uchun ketgandilar. U har birimiz uchun juda muhim. Ammo yolg'iz o'zim uddasidan chiqa olmadim. Lekin birgalikda ularga yordam bera olamiz. Albatta yordam beramiz. Ishonishingiz mumkin, bobojon. Ha, to'g'ri. U qanaqa vazifa edi, ota Smurf? Bu olis yurtlarga g'aroyib sayohat bilan bog'liq. Olis yurtlarga qanday ajoyib! Faqat hamma bormaydi. Usta mahorat sababli Zo'r. ziqni esa oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Ota Smurf, men ham borsam maylimi? Nima sochlaring bilan yordam bermoqchimisan? Xafa bo'lma, Janetta, bu juda xavfli, ammo qolganlar ham yordam berishlari kerak. Qishloqda sandiq ko'milgan. Uni qaytgunimizcha topishingiz lozim. Tushunarlimi? Usiz vazifamizni yakunlay olmaymiz. U qayerga ko'milgan? Oradan ko'p vaqt o'tdi. Qishloq ham o'zgarib ketgan. Qayerdaligini eslolmayapman. Topmaguningizcha kavlayvering. Juda qiziq. Ishlash kerak. Ota Smurf, o'rningizga kimnidir qoldirasizmi? Yaxshi fikr. O'rnimga Smurfettani qoldiraman. Nima? Ota Smurf. Lekin ota Smurf, Qo'rqmas, usta vaziqni men bilan yuring. lekin ota Smurf. Peshingacha yo'lga otlanishimiz Biz esa kerak. hoziroq ishni boshlaymiz. Qancha? Tushunarli Smurfetta. Yaxshi bo'lmadi. Ular bilan borgim kelgandi-da. Janetta, ota Smurfning gapini eshitmadingmi? Bu juda xavfli. Bir amallab ular bilan ketishim kerak. Ha. Omad yor bo'lsin, ota Smurf. Biz kun botguncha qaytamiz. Siz esa sandiqni topib qo'ying. Shoshilmasak bo'lmaydi. Janettani hech kim ko'rmadimi? Janetta? Ko'rinmas quyon kelib qolibdimi? Iltimos, meni ham olib ketinglar. Narsalarimni ham yig'ib olganman. Mana qarang. Iltimos, olib keta qoling. Bu sayohat yosh bolalarga to'g'ri kelmaydi. Qishloqda ishlar ko'p. To'g'ri omnibusni yoniga uchdik. Hayır. Omadsiz urinish. Endi tinchlangandirsan? Hali yo'q. Buni hali ko'ramiz. Smurflar, ishlash kerak. Sandiqni topmasak bo'lmaydi. Bilaxon, ota Smurf o'rniga meni qoldirib ketdi. Ishonchim komil. Agar o'ylashga vaqti bo'lganida ikkimizni qoldirgan bo'lardi. Bunaqa sayohatni bir kunda amalga oshirishning iloji yo'q. Bilaman, ammo agar hayot toshini yangilash uchun yer, olov, shamol va suvni topib kelmasak, smurflar g'oyib bo'lishadi. Yaqinroq boramiz. Birorta so'zni o'tkazib yuborish mumkin emas. Har bir daqiqa g'animat. Bu boylikni topish uchun dunyoning to'rt tomoniga jo'nashimiz kerak. Balki siz uchun nimadir toparman. Mana, meni sevimli etigim. Etik? To'xta, kuchukcha, jim. Eshityapsanmi? Bu yerdaligimizni hech kim bilmasligi kerak. Shu yerda kutib turgin. Shimol u janubga, g'arb u sharqqa shamoldek uch va do'stlarimni olis yurtlarga bir zumda yetkaz. Sehrli etik sizni istagan yeringizga bir zumda olib boradi. Marhamat. Katta rahmat senga. Bizga bir poya ham yetadi. Galvas, burga boqar. Kuchukcha bu yerda nima qilyapti? Bu nimasi, kuchukcha? Tezda qishloqqa qayt.
Nega ortimizdan kelding? Qani, marhamat qiling. Hoy, surilinglar. Boshimdan oyog'ingni ol. Bu nimasi? Tishlaning. Mevalarni bosib tashladingiz. Yordaming uchun rahmat. Avval dunyoning eng olis tomoniga jo'naymiz. Xayr do'stlarim, omad yor bo'lsin. Bu ularga baribir yordam bermaydi. Ular bilan ketmasam bo'larkan. Eson-omon yetib keldikmi? Qornim ham ochmadi. Ota Smurf qarang. Janetta, bu yerda nima qilyapsan? Otajon, sizlar bilan borgim kelgandi-da. Sizga taroq, bir kalava ip yoki sovun yoki ping-pong o'yinimiz uchun mana bu kerak bo'lib qolar deb o'ylagan edim. Buyrug'imga bo'ysunmasdan barchaning hayotini xavf ostiga qo'yding. Endi seni jazo... Hey, dengizga ruxsatsiz chiqqan bir kichik Smurfni juda ham yaxshi eslayman. Lekin o'shanda uni qishloqqa qaytarishga vaqtimiz ham yo'q. to'g'ri aytasiz. Unda sen muammolardan uzoqroq va bizga yaqinroq yur. Xo'p bo'ladi, va'da beraman ota Smurf. Mana billur g'or. Ichkarida birinchi zaruriy ashyo, suvni topishimiz kerak. Tezroq. Otang boychechak gulini changi tugab qolibdi-ku. Zudlik bilan uni yig'ishim kerak. Qari tentak uydan chiqmasa kerak deb o'ylagandim. Endi etikning ikkinchi poyini olib, yaramas Smurflarga yetib olaman. Ha, mana u. Odatda xarid qilishning iloji bo'lmasa, o'g'irlash kerak deyman-ku. Bu nimasi? Qayt! Esi yo'q etik, qayt! Bezbet, uni to'xtat. Galvar Smurflar mendan qochib ketisha olmaydi. Ularga ko'rsatib qo'yaman. Dunyoning birinchi olis tomoniga olib bor. Ona, onaginam. Onajon. Ona! Qanday ajoyib! Bunaqa ulkan sumalaklarni sira ko'rmagandim. Janetta, sekinroq gapir. Muzli qoyalar juda nozik bo'ladi. Baland tovush ularni parchalab tashlashi mumkin. Tushunding? Juda ham to'g'ri. Uni ham bezovta qilmaslik zarur. Kimni? Muzli Jekni. Eshityapsizmi? U uxlayapti. Uyqudan turgunicha ulgursak yaxshi bo'lardi-da. Yuringlar. Hali uzoqmi, ota Smurf? Bilmadim, ziqna. Uzoqmi, bobo Smurf? Unchalik emas. O'sha burilishda yoki narigisidami? Qiziq, yaxshi eslayman deb o'ylagandim. Aslida unutibman. Loqma va chaqmoq bu muzlarni ko'rishganida edi. Muzli Jekni uyg'otishga kimning haddi sig'di? Qochdik, Smurflar! Yaramaslar! Ey, bobojon qani? Ketyapman, qochaveringlar! Nimaga kelganingizni bilaman. Uni baribir ola olmaysiz. Bu yoqqa, Smurflar. Tezroq, tezroq! Tezroq! Qochib keta olmaysiz.
Ana shunday. Endi qocha olmaysiz. Yaramas, moviy xazina izlovchilarini qayerdan topaman endi? Shu atrofda bo'lishlari kerak. Voy! Ha, onam meni laqma deb to'g'ri aytgan. Nima bu? Smurflarning izimi? Xazina ichkarida bo'lsa kerak. Qanday yaxshi. To'g'ri xazinani yoniga olib kelishdi-ya. Xazinani shunaqa joyda saqlasharkanmi? Shuning uchun ham ranglari moviy ekanda? Yo'q, qara, bezbet. Bular smurflar-ku. Ularni xalos etmasam, meni xazinaga olib borishmaydi. Smurflarga yordam berish naqadar jirkanch ish. Xazina bo'lmaganida men ularni Yana bitta yaramas. Nimaga kelganingni bilaman. Oy, iltimos menga tegmang. Muz maydonini izlab yurib adashib bu yerga kirib qolibman. Kechiring, iltimos. Yolg'onchi. Qayt, qo'rqoq. Mendan qochib qutula olmaysan. Seni tutaman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy. Yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'r. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qo'limga tushasan-ku. Voy. Larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurf vazifa. Yordam bering! Sekinroq ahmoq. Muz dars ketishi mumkin. Yo'q. Voy, qochdik. Tezroq qochishga qarashib yubor. Xo'p, Men ham yordamlashaman. Men ham. Meni nega qutqardingiz? O'lganim yaxshi emasmidi? O'lganingiz? Nega sizga yomonlik tilashimiz kerak? Chunki men ayozli bo'ronlarni keltiraman. Undan gullar, xazonlar bo'ladi. Qushlar uchib ketadi. Vazifam shunday bo'lsa, men nima qilay? Qariya muzli jekni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Men qishni yaxshi ko'raman. Agar meni yo'q qilish uchun kelmagan bo'lsangiz, unda nima maqsadda keldingiz? Bizga dunyodagi eng toza bir tomchi suv kerak. Nega buni avvalroq aytmadingiz? Ortimdan yuringlar. Mana mening jajji do'stlarim, oling. Rahmat, bizga bir tomchi yetadi. Yo'l xaltaga sol, xavfsiz ketadi. Yordamingiz uchun rahmat, janob Jack. Xizmatingizga tayyorman, ota Smurf. Sehrli etik, bizni dunyoning narigi tomoniga olib bor. Ko'rishguncha do'stlarim. Xayr, janob Jack, kelgusi qishgacha. Qara, bezbet, smurflar yaqinlashyapti. Oy. Buning uchun sizdan qasdimni olaman, yaramas smurflar. Bu nima edi?
Qumlar o'lkasi bu men ko'rgan eng ulkan qum maydoni. Suv qani? Ota Smurf? Bu yerda suv bo'lmaydi, bu cho'l, Janetta. Suv yo'q. Unda bu nima? Ziqna, to'xta. Seni ogohlantirmoqchi edim, bu sarob. Nima qilyapsan, bezbet? Qimirlama, qimirlama. Ha, pastga tushishga tushdik, ammo bir hafta endi o'tira olmayman. Qiziq, bu yerda kim yasharkin-a? Ko'raylikchi. Kechirasiz, uyda kimdir bormi? Hey, iltimos oching, mehmon keldi, mehmon. Buni qarang-a. Nima bu ham sarobmi? Yo'q, qizalog'im. Bu qadimiy piramida. Bu yerdaligimni smurflar ko'rib qolishmasin-da. Voy, juda chang va havo yo'q ekanmi? Voy, dahshatli. Bu yer qo'rqinchli ekan. Bu boshlanishi, qizalog'im. Biz hali telpalik yo'lagidan o'tishimiz lozim. U yerda ikkinchi unsur joylashgan idishni topamiz. Nimani kutyapmiz? Ketdik unda. Shoshilma, qo'rqmas. Yo'lak tuzoqlarga to'la. Hatto men ham undan o'ta olmaganman. Men hech narsadan qo'rqmayman, bobojon. Qiziq, bu qutida nima bor ekan? Bu mumiya, qochdik. Zo'r bo'ldi. Tentak smurflarning sharofati bilan tez orada xazinaga ega bo'lamiz, bezbet. Oyog'ingiz ostiga qarab yuring. Bu yerda kutilmagan sovg'alar juda ko'p. Janetta, faqat hech narsaga tegma. Tashvishlanma, qo'rqmas. Menga ishonishing mumkin. Mana senga, mana. Menimcha to'g'ri ketyapmiz, bezbet. Buni suyaklarim bilan sezyapman. Momiya, qochib qoling! Qochib qoling! Xazina bunday azoblarga arziydi degan umiddaman, bezbet. Janettani deb endi bizni momiya quvlayapti. Kechir Ziqna, men yordam bermoqchi edim, xolos. Bizga har qanday yordam kerak, Janetta. Ba'zan yordaming ayni muddao bo'ladi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qani? Bir donishmand qayerga yiqilishimni bilganimda somon solib qo'ygan bo'lardim degan ekan. Voy! Bobojon, yordaming uchun rahmat, pahlavon. Mening ismim Qo'rqmas. Voy, bu dahshat-ku. U yerga qanday o'tamiz? Bir amallaymiz-da. Bu yaramas smurflarga yana yordam berishimizga to'g'ri keladi, chog'i. Xazinani topishim kerak. Ehtiyot bo'ling, momiya hamla qilmoqchi. Tezroq, smurflarim. Bu adolatdan emas. Ularga oxirgi marta yordam berishim, oxirgi marta. Momiyo yetib kelmasan, idishni topishimiz kerak. Tezroq. Qiziq, bu zina qayerga olib borar ekan? Ko'rib kelaman. Ehtiyot bo'l, Janetta. G'aroyib joy ekan. Qaranglar, idish. Idishni topdim. Zaharli ilon. Janetta. Qo'rqinchli ilon ekan. Shundoq yaqinimda edi-ya. Sal qolganda hayot bilan vidolashardik. Bu senga saboq bo'ladi, Janetta. Jimgina ortimizdan yur. Dahshat. Hech kim qadrimga yetmaydi-ya.
Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Xazinami, a? Voy! Onajon! Onajon! Momiya! Bu momiya bizni tinch qo'yadimi o'zi yo'qmi? Yo'q. Yo'lakning oxiriga keldik. To'g'ri. Yo'l yo'q-ku. Menimcha izlagan yerimizga keldik. Endi nima qilamiz? Ota Smurf, bu yana qanaqa maxluq bo'ldi? Sfinks topishmoqlarini topmaguningizcha bu yerdan ketolmaysiz. Topishmoqlar joni dilim. Nima ertalab uzun bo'ladi, kun bo'yi ortingizdan yuradi va kechqurun g'oyib bo'ladi. Bu oson-ku. Nima ekan? Ota Smurf? Bilmayman. Bu tildagi yara. Nima ertalab uzun bo'ladi, kun bo'yi ortingizdan yuradi va kechqurun g'oyib bo'ladi. Men bilaman, bu soya. Tabriklayman. Bu topishmoqni hech kim topolmaganda. Sensiz javobni topolmasdik, kichkintoy Smurf. O'zing kichkina bo'lsang-da katta yordam berding. Barakalla. Rahmat, qo'rqmas. Qarang, eshik ochildi. Quruq qo'l bilan keta olmaymiz axir. Hayır. Shoshmang. Tashlab ketmang. Meni tashlab ketmang. Sfinks topishmoqlarini topmaguningizcha bu yerdan ketolmaysiz. Nima ertalab uzun bo'ladi, kun bo'yi ortingizdan yuradi va kechqurun g'oyib bo'ladi. Sfinks xonim, qo'yib yuboring. Topishmoq topishga sira vaqtim yo'q. Haligi balki soqoldir, a? Qorindagi og'riqmi? Gargamelning onasi, ha? Gargamelning onasi. Voy, onajon, onajon! Diqqat, hamma kavlasin. Unutmang, kun botgunga qadar bobojonni sandig'ini topishimiz kerak. Shuningdek, oyoq ostiga qarash esingizdan chiqmasin. Ha, sen bizni kichkina yordamchimizsan, kichkintoy. Biron nima topdingmi, Qonchi? Hozircha yo'q, Smurfetta. Faqat mana bu toshlarni topdim xolos. Afsus. Gaplashda davom et. Nima bu? Ko'zgumi? Eski bo'lsa-da, chiroyli ko'rsatarkan. Syurpriz! Qiziq ishlarmikan? Ha, ishlarkan. Juda soz. Xudoyim, ertalabdan beri gaplayapmiz, ammo bobojonni sandig'ini topolmayapmiz. Smurfetta, agar gapimga quloq solganingda, sandiqni allaqachon topgan bo'lardik. Bizga aniq chizma kerak. Bilaxon, ahmoqona chizmalaringga vaqtimiz yo'q. Sandiqni tezroq topishimiz kerak. Ahmoqona? Kim ahmoqligini ko'rsatib qo'yaman. O'z guruhimni tashkil qilib, sandiqni birinchi bo'lib topaman. Ana shunaqa. Boshqa joyga qo'yganga o'xshaymiz. Bu yerda hech nima yo'q. Yo'q, bir narsa bor. Ajoyib. Bu yerda kim yashaydi, bobojon? G'arb shamoli bu yerni o'z uyi deb biladi. Bu yerdan 3-unsur, tornado qalbidagi shamolni olamiz. Bu oson shekilli yoki qiyinmi? Bu hammasi emas, ziqna. Hali yuqoriga chiqishimiz kerak. Qani, ketdik. Yuqoriga? Qanday chiqishni o'ylash kerak, vaqtimiz tugayapti. Sehrli tosh quvvati so'nib bormoqda. Qishlog'imiz xavf ostida qolgan. O'zining guruhini tashkil qilarmish. Tentak bilag'onga ko'rsatib qo'yaman. Voy, nima bu? Qiziq. Bu gullarni kechagina o'tkazgandim-ku. Yo'q. Nimalar bo'lyapti?
Tinglang do'stlarim, nima qilishni yaxshi bilasiz. Ha, bilamiz bilag'on. Tanaffus qachon bo'ladi? Quyosh qizdiryapti. Qoraytirib yubormasin. Kavlashni boshlang. Salom Smurfetta. Salom Qonchi. Nimadir topdingmi? Yo'q, lekin bilag'on sandiqni sendan oldin topaman deganini eshitdim. Buni hali ko'ramiz. Smurflar, tezroq kavlang. Tezroq! Bu delta plan bizni yuqoriga olib chiqadi. Shamol ajoyib. Hamma narsa tayyor. Qo'rqmas, Smurflar. Bo'la qoling. Smurflar ko'tariling. Bu juda qiziqarli. Qo'rqmas qani? Qo'rqmas. Qo'rqmas, nimani kutyapsan? O'zimni qattiq yerda yaxshiroq his qilaman. Juda g'alati. Qo'rqmas balandlikdan qo'rqyaptimi, ota Smurf? Hammamiz nimadandir qo'rqamiz, hatto qo'rqmas ham qo'rqadi. Unga qanday yordam berishni bilaman. Qo'rqmas, arqon bilan etikni bog'la. Bo'la qol, biz seni ko'tarib olamiz. Smurf 1, Smurf 2, Smurf 1, Smurf 2. Dahshat, bu yerda qo'rqmas yo'q. Kechiring, ota Smurf, ammo bu qo'limdan kelmaydi. O'zim olib chiqmasam bo'lmaydi chog'i. Donishmandlar qo'rquvni doim qo'rquv bilan yeng deyishgan. Qiziq. Bobojon nimani nazarda tutdi? Yetib keldikmi? Teshik etik, bu gal meni qayerlarga olib kelding? Qara, bezbet, bu axir Smurflar-ku. Etikni qo'yib yubormang. Shamol uchirib ketyapti, ota Smurf. Tezroq, tezroq. Bu bizni ushlab qolsa kerak. Hey! Uyda kimdir bormi? Menimcha hech kim yo'q. G'arb shamolini topolmasak nima bo'ladi? Tornado shamolini topsak bo'ldi. Moviy kalamishlar arqonni tashlab ketib boplashibdi-da, bezbet. Sekinroq, sekinroq. Bir necha metr ko'tarilsak bas. Yo'qol tovuq miya. Nima qilyapsan? Smurflarni yomon ko'raman. Hozir musiqachi bo'lganida karnayni chalib berardi. Bu karnay chalinmaydi ziqna. Musiqachi ham chala olmaydi. Agar bu karnayni puflasa, istalgan shamolni hosil qilish mumkin. Yengil shabadadan to bo'rongacha. G'aroyib. Bunga bir qarang. Shamol yuqoriga va pastga esuvchi. Teshik tog'. Juda qo'rqinchli. Qo'rqmas. Karnayni puflay olasanmi? Muammo yo'q. Shu ham ish bo'ptimi? Shamolni tutsam maylimi, ota Smurf? Kechirasan, Janetta, ammo bu juda xavfli. O'zim tutaman, ota Smurf. Yo'q, uddalay olmadim. O'zingni ayblama, qo'rqmas. Hatto sen ham har doim kuchli bo'la olmaysan. Hech nimadan qo'rqmang. Bobongiz shu yerda. O'zim urinib ko'raman. Ehtiyot bo'ling, bobojon. Qo'rqmas. Bilaman. Hammasiga men aybdorman. Men dahoman, bezbet. Bu mening ixtiroyim. Ish berdi, bezbet, ish berdi. Yo'q, yana o'sha yaramas. Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqmas. Ishonchim komil. Smurflarning hayoti mening qo'limda. Men buni uddalayman.
Omadingni bersin, qo'rqmas. Bu men o'ylaganimdan murakkabroq ekan, ammo qo'limdan kelmaydi. Yo'q, uddaladim. Shamolni tutdim. Zo'r! Barakalla, qo'rqmas. Qo'rqmasligingni isbotlading. Birozdan so'ng uyga qaytsak bo'ladi. Uyimizga. Dahshat! Etik g'oyib bo'libdi. Shuncha olis yo'lni bosib o'tib, nahot uyga qayta olmasak, 500 yil mobaynida ko'p narsalarni o'rgandim. Danosiz bobojon. Juda soz, hammasi yaxshi. O'zimni yo'qotgandekman. Dahshat, sehrli toshning kuchi so'niyapti. Dunyoning 4-tomoniga shoshilish kerak. Men hech qachon taslim bo'lmayman, bezbet. Tayyormisan? Ketdik. Voy, meni boshim, bechora boshim. Bobomizni sandig'idan biror iz yo'q. Quyosh botishiga esa bir necha soat qoldi. Tezroq do'stlar, sandiqni birinchi bo'lib topishni xohlasak, tezroq kavlashimiz kerak. Tezroqni yomon ko'raman. Yo'ldan qoch. Biz birinchi yetib keldik. Qoch. Hazillashyapsanmi? Biz birinchi keldik-ku. Ishlar pachava. Bunaqa ketishda sandiqni birinchi bo'lib topa olmaymiz. Nimadir qilish kerak. Ha, nega buni oldinroq o'ylamadim? Ustani kranini yer kavlaydigan mashinaga o'zgartiraman. O'shanda birinchi bo'laman. O'zimga qoyil. Bu sen so'ragan narsami, Bilag'on? Juda soz, Landavor. Ustani kranini yer kavlaydigan mashinaga aylantiramiz. Nima? Hozir emas, kichkintoy. Ko'rmayapsanmi? Juda bandman. Shu yerda jimgina o'tirib tur. Xo'pmi? Hech qayerga qimirlama. Mana bu Landavor, Bilag'onning yer kavlash mashinasi. Zo'r! Bobojonni sandig'ini topdik deyaver. Taraqqiyot nomi bilan olg'a! Oldinga yurmading-ku, Bilag'on. Bilaman, Landavor. Buni qanday boshqaradi o'zi? Qochinglar, yordam beringlar. Bu nima bo'ldi? Yo'ldan qochinglar. Yer kavlaydigan mashina quturib ketdi. Qochdik. Uni to'xtata olasanmi, Bilag'on? Shunga harakat qilyapman. Yo'q! Yordam bering, yordam bering. Yo'q, qishloqni suv bosyapti. Yordam bering, yordam. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.